Xo'sh, assalomu alaykum. Davom etamiz. Navbatdagi adresga ham mebellarimizni olib kelib, tamomlab ham bo'ldik. Yotoqxona to'plami o'qiganmiz. Samarqand, Lo'ishdagi mahallalardan bittasiga yotoqxona to'plami o'qiganmiz. Endi mebel haqida qisqa qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Mebel fasad qismi 100% MDFdan, korpus qismi laminatdan yasalgan. Rangida 4 xil, 5 xilgacha tanlov bor. Hozirgi rangi shampan eng ko'p sotiladigan ranglardan bittasi. Shkafni mana bu ichki holati razmeri uzunroq bo'lgan kiyimlar uchun mo'ljallangan. Eshiklari 100% vakuumda. Xo'sh, shkaf 270, balandligi 245. Kiyim sig'im razmeri, ya'ni mana bu ichki holati 50 sm. Ichki holati qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar klient o'zgartirsa bo'ladi. Sabab mana bu tomon polka, xohlasa ikki tomonni polka o'rtasini yushilga qilsa ham bo'ladi. Oynalari farsit charxlangan. Lakni ham ancha sifatli, qimmatidan ishlatilgan, arzon emas, qimmati. Xo'sh, divan 210 ga 170, matras razmeri. Mana bu ustidagisi parallel. Stolchikni ustidagi 4 sm li mashalka adashtirmaymiz matras bilan. Matras 26 sm bo'ladi, pulida $100 gacha razницasi bo'ladi. 210 ga 170, ya'ni matras razmeri. Xohlasa matras ham qo'ysa bo'ladi. Trimo 135, balandligi 190. 3 ta tortma, 2 ta eshikcha. Bu ham 100% eshiklari vakuumda. 2 ta tumbasi hamda bitta stolchasi bor. Xo'sh, bizning adres Jizzax shaharining o'zida, biz bilan bog'lanib, bemalol aloqaga chiqib, tayyor holatini ham ishlab chiqarish joyini o'ziga borib ko'rib tanlab olsangiz bo'ladi. Xo'sh, 77 kodi bilan 075 00 04 raqamiga telefon qilib bemalol bog'lanib, Telegram orqali ham chiqsangiz bo'ladi. Mebel aytilgan narx ichida 150 km dastavka ustanovkasi ichida qolgan kilometrlar kelishilgan holda bo'ladi.